Amerika Tashqi ishlar ministrligi 30 mart o'zining 2020 yillik kishilik huquq dokladini e'lon qilib, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarni qattiq tanqid qildi. Amerika Tashqi ishlar ministri Tony Blinken 30 mart Amerika Tashqi ishlar ministrligida doklad e'lon qilish munosabati bilan o'tkazilgan axborot yig'inida Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikning davom qilayotganligini bildirib, Amerikaning ittifoqdosh davlatlar bilan bu jinoyatni sodir qiluvchilarni davomli javobgarlikka tortilganligini bildirdi. Bu Xitoyning irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyati tunji qatim uning yillik kishilik dokladiga kirgizilishidir. Dokladda hozirmi davomlashayotgan bu jinoyatning 1 milliondan ortiq fuqaroni xohlagancha qamash yoki boshqa jismoniy erkinligidan mahrum qilish, majburiy tug'mas qilish, majburiy bola tushirish va Xitoyning tug'utni kontrol qilish siyosatini texmo qattiq yurgizish, xohlagancha tutqun qilingan nurg'un kishilarga bosqinchilik qilish, qiyin qistoqqa ilish, majburiy emgak qilmishlarini o'z ichiga oladiganligi ta'kidlangan. Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Pompeo Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazganligini e'lon qilgan edi. Xitoyning Uyg'urlarni xohlagancha qo'lga ilish va adliyalik tartibdan o'tkazmasdan o'lim jazosi ijro qilish qilmishlari to'g'risidagi uchurlar davomli o'tirg'a chiqmoqda. Manbalarga asoslanganda Muhammad Ali ismli bir Uyg'ur ziyolisi 2015-yili Xitoy doiralari tomonidan xohlagancha qo'lga ilingan va 3 oydan keyin turmada qazo qilgan. Muajiratda yashagan kishilar naql keltirgan uchurga qaraganda, Muhammad Ali apandi oldingi asrning 70-yillarida Sharqi Turkistonning Qarqash noyasida tug'ilgan bo'lib, 1996-yili atalmish Xinjiang Universiteti Adabiyot fakultetidan bitirgan. U bir mezgil to'liq o'rta maktab adabiyot o'quvchisi bo'lib ishlagan. Uning 1990-yillarda nashr qilgan Iman Nuri nomli plastikasi yuqori bahoga erishgan. U 2007-yili Saudiya Arabistonga hajga borgan. Yurtiga qaytib kelgandan keyin savdo bilan shug'ullanib, Xotanda mineral suv zavodi qurgan. 2015-yili nurg'unlagan Uyg'ur olimlariga o'xshash, u Xitoy doiralari tomonidan xohlagancha qo'lga ilingan. 3 oydan keyin uning o'lim xabari chiqqan. İgilinishicha, Muhammad Ali Xitoy turmasida shahid bo'lgan Muhiddin Damullam qatorliq ahli ilmlar bilan yaqin munosabati bo'lgan va nurg'un maqolalarni e'lon qilish orqali islomni to'g'ri tushuntirishga to'xtab qo'shgan. Norvegiya Yevropa ittifoqining Uyg'ur qirg'inchiligi sababidan Xitoyga yurgizgan embargosiga qo'shilishni qaror qildi. Yevropa ittifoqi tarafidan boshlatilgan Xitoyda kishilik huquqqa daxl-taruz qilgan deb qaralgan shaxslar va davlat egiligidagi shirkatlarga qaratilgan jazolashga Norvegiyami qaytilganligini bildirdi. Norvegiya Tashqi ishlar ministrligi aloqa maslahatchisi Siri Svedsen mundaq dedi. Yevropa ittifoqi 22 mart kishilik huquqqa qarshi harakat qilgan 11 kishi va 4 shirkatdan tashkil topgan tizimlikni e'lon qilgandan keyin biz Yevropa birligiga ular bilan bir safda harakat qiladiganligimizni bildirdik. Yevropa ittifoqi tarafidan e'lon qilingan bu tizimlikda Sharqi Turkistondagi ig'ir kishilik huquq dafsandichiligiga chetishliq 4 Xitoy amaldori va bir davlat organi bor ekan. Shvetsiya Finlandiya hamkorligidagi qog'oz va selluloza ishlab chiqaruvchi Setora Inso Xitoyning Uyg'urlarga qaratilgan bostirish qilmishlari dunyo matbuotlarida oshkorlangandan keyin Sharqi Turkistonga xam ashyo setishni to'xtatishni qaror qildi. Yaqinqi bir necha hafta ichida Skandinaviya va dunyo taratqularida Sharqi Turkistondagi yig'ilish lagerlarida tutilgan Uyg'urlarning kishilik huquqining daxli taruzga uchirganligi va ishchilarning zavodlarda ishlashga majburlanganligi to'g'risida xabarlar tarqaldi. Hong Kongda nashr qilingan Janubiy Xitoy atiganlik gazeti yakshanba kunidagi sonda Storo Insoning Sharqi Turkiston rayoniga kiyim-kechak ishlab chiqarishda ishlatilgan xam ashyo avatishni to'xtatishni qaror qilganligini e'lon qildi. Gazetdagi xabarlarga qaraganda, Storo Inso Uyg'urlar qamalgan lagerlarning yanida Vikoza ishlab chiqaradigan zavodlar bor ekan. Zavodlarda ishlatiladigan xam materiallarning ko'pinchasi Finlandiyadan keladi ekan. Amerika, Kanada va Gollandiya qatorliq davlatlar Xitoyni irqiy qirg'inchilik bilan ayblagan bo'lib, Finlandiya bosh ministri Sanna Marin Twitter hisobida Xitoyning kishilik huquqqa daxl-taruz qilganligini va osonliq millatlarga besim qilganligini tanqid qilgan.
Eronning ba'zi shaharlariga yig'ilgan xalq ommasi Eron bilan Xitoy hukumati o'rtasida imzolangan 25 yillik hamkorlik kelishimiga qattiq norozilik bildirdi. İctimai taratqulardagi tarqalayotgan uchurlarga asoslanganda, Eron parlamenti oldiga yig'ilgan 200 dan ortiq tehronlik Eron bilan Xitoy hukumati o'rtasida imzolangan 25 yillik hamkorlik kelishimining bekor qilinishini talab qilgan. Namoyishchilar Eron setilmaydi, vatan sotquchilarga o'lim, biz urush qilamiz, o'limiz va Eronni qaytarib olamiz deb shiorlarni to'g'lagan. Elburz va Isfahan o'lkalaridami valiy mahkamasi oldida to'plangan fuqarolar kelishimga qattiq norozilik bildirdi. Namoyishchilar Xitoy Erondan yo'qol, kelishimning bekor qilinishini talab qilamiz deb yozilgan lozunglarni ko'tarishib, ko'chalarda yurdi. Bundan boshqa yana Avstraliyaning Sidney shahrida turishliq eronliklarmi Xitoy konsulxonasi oldiga yig'ilib, kelishimga norozilik bildirdi.